ayam pasporti desangiz, o'shanga qarab keyin qo'yib yuboraman aka. Tushundingizmi? Yo'q, hozir men umuman gapingizga tushunmayapman. Hozir davengiz bo'lish kerak. Men o'g'il bo'lmagan taqdirda sug'urtani o'zi bilan haydab yuribman, aka. O'zi bilan haydab yurib, sug'urta qildirib olaverasiz deyapman. Siz mana mashinada egasini hujjatini bering. Masalan, ayazligini qanaqa qilib bilamiz aka? Yo'q, shuncha joyda GAI to'xtatib dokumentlarimni ko'ryapti-da, bironta bir aytmayapti. Ayam desangiz shunday qo'yib yuboryapti, to'g'rimi? Yo'q, onamligini aytyapman, bo'ldi shu qo'yib yuboryapti. Qani ayazni masalan hujjatini bering deyapman sizga. Yo'q, men hujjatni o'zida yuradi aka. Nimaga o'zida yuradi? Nima olmagansiz aka? Yo'q, mashinada nima qiladi? O'zi hujjat o'zi kerak. Jarim maydon qo'yib qo'yaman. Tegishli hujjatlarni qilib, ayazni hujjatini olib chiqib ketaverasiz aka. Qandayligini o'z ko'rasiz aka. Qandayligini ko'rasiz. Hozir ma'muriyat bo'limimizga uchrashasiz, borib. GAI so'rovdi, ayamni hujjatini so'radi, taqdim qila olmadim. Ona bolaliklariga qanaqa dakaz qilib berasan deb aytdingiz. Hozir shu asos bo'ladimi? Ha, aka, aytyapman-ku mana. Yo'q, siz bu kamerangiz ishlayaptimi? Qasd qilmayapsizmi? Nima uchun qasd qilaman aka mana? Kelaman, mana sal balandroqda bizniki. Mana, ko'rindimi? Yo'q, hozir men shunga tushunmayapman. Aka, men sizni tanimasam, yo'q, birinchi marta ko'rib turganman. Qanaqa qasddan qilaman sizga? Savol. Yo'q, dokumentimda kamchilik bo'lmasa. Mana o'shancha aytyapman mana. Onangizligini ko'rsatib bering, bo'ldi. Masalan, mana ayamni hujjati desangiz, shunda ko'raman deb bo'lib ketavering. Abdurayimova Farida, G'ayratovna. Ha. Yana nima kerak? Endi bilmadim endi. Dadang ismini bilasizmi? Abdurayim Sobirjon. Ana. Tavba qilmang, birinchi marta eshityapman ona bola. Aka, siz tavba qilmang. Aka, siz o'zingizga o'zingiz aqlingiz yetmagan narsaga bilmayman, siz yo'q, hozir men dokumentni o'ziga shaxsiy hujjatida qarang aka. O'shani menga mashinaga solib qo'yishga majbur emas-ku. Ayangiz bilan dadangizni nikoh qog'ozini kopiyasini solib qo'yishingiz mumkin, to'g'rimi? Endi yog'ini bilmasak endi hamma joyda. O'shada aqlingiz yetmaydi-da. Aqlingiz yetmagan narsaga men buni tortishyapman. Hech qayerda unaqa nikoh qog'oz boshqa deb so'ramagan lekin aka. Siz o'zingiz noto'g'ri unaqa. Qayerdan siz? Zomindanmi? Zominning o'zidanman aka. Ana o'chib turing, zo'rga gapiraman. Aytavering aka, siz zo'rga gapirasiz. Ommaga chiqaramiz bo'ldi aka. Aka, ommada chiqaravering, hech effekt bermaydi u. Aka, ommaga chiqar. Aptekaga pullaringiz bormi aka, transport jihozlaringiz? Oling aka. Bor. Oling aka, ko'rsating. Ommaga chiqarasiz. Uyingizga borib, kiruvchiga qo'ying. Ayazini ko'rasiz. Yo'q, o'zi to'xtatish sabablarini ham so'ramadingiz aka. Zominliklarga tekin kasal bo'libdi. Yo'q, to'xtatish sababini aytmadingiz aka birinchidan. Aka, to'xtataveraman aka. To'xtatishning sababi nima aka? Xohlagan mashina to'xtatib, hujjatini tekshiraman aka. Yo'q, mayli, siz to'g'ri tushunyapman aka. Sizga bilib qo'ying aka. Siz to'g'ri tushunyapman aka. Boya gapimni esingizdan chiqarmang, uyga borib televizorga olaylik aka. Kim bilan ko'rishingizni ham aytdim-ku aka. Mayli, tushunyapman aka sizni. Aptechka buni ichidan olganman lekin. Voy so'raganim bittadan tashab kelgan edim. Ichida bintlarini. Ha, dada. Aptechka to'liqmas aka. Yo'q, ichida narsa tashab keldim deyapman-ku, so'raganda. Nima uchun tashab keladi aka? Endi yordam qildi-da, berib yubordi. To'ldirib qo'ymaymiz. To'ldiramiz endi. Tamomda. Spel, paxta, jigut, endi o'sha birinchi tibbiy yordam o'sha kerak bo'ladi-da, tashab kelganman-da. Mana, spiskasi. Yo'q, tushunyapman sizni. Mana, o'qib oling. Agnichta bilan bo'langan. Mana o'qib oling aka. Tushunyapman sizni. Aptechka endi deyarli faqat o'zingizga kerakli dorilardan boshqa narsa yo'q. Yo'q, birinchi tibbiy yordam narsalarni tashib kelganman deb aka, siz tushunyapman. Aka, to'ldirib qo'y, nima to'ldirib qo'ymagansiz aka? Endi ishdan chiqib endi kelyapman aka, to'ldir endi O'z sizga aslida ma'muriy bayonnoma rasmiyatsida ommaga chiqar, omma bilan sudga beray aka men. Bo'ptimi? Siz to'g'ri tushunyapman gapimni. Asossiz ona bola ekanligiga ishonmayapsiz siz. Ishonmayman aka. Nima uchun? Siz asoslab bera olmadingiz-ku. Qanaqa nima uchun? Qaysi qonunchilikda bor aka o'sha nikoh qog'ozini mashinaga solib yurish kerak ekan ota-onasini degan. Onangizga isbotlab bera olmayapsiz. Yo'q, men nimani dokazat qilishim kerak? Mana shu hujjat bera olmaysiz aka. Hujjat mana shu-ku. Sizga nisbatan yo'l qaraganim prezidentlar 3-qismdan ma'muriy bayonnoma rasmiyatsida yo'q, e'tirozim bormi? Yo'q, qanday chiqarmaysiz? Asossiz nimaga? Ana aytyapman, ana aytyapman. Aptechka to'liqmas ekan deb. Yo'q, tibbiy yordam ko'rsatib keling deyapman. Birinchi tibbiy yordam. To'ldirib qo'yishingiz kerak aka. Endi to'ldiraman. Aka nima? Darrov to'ldirmagan yozib beryapman aka. To'ldirmagan uchun.
to'ldirmaganingiz yo'q. Telefonni qarasaysiz. Bosh tortaman aka. Bo'ldi, bosh tortavering aka. Yo'q, aka, Telefonni fanki. bermaysizmi? Bo'ldi aka. Sudga bering, imzo qo'ying aka. Imzo qo'ying. Yo'q, hech kimga imzo qo'ya olmayman aka. Imzo qo'ya olmaysiz. Yo'q, uyda ruxsat bermay urishadi meni. Ayingiz bilan ko'ring boya video.